Biz quvvatamiz do'stlar. Quvaylar bormi, kommentariyani yondiramiz. Quvaliklar o'zini mehnatsevar va ishbilarmonligi bilan ajralib turadi. Qaranglar, quvaylar nima qilib tashlagan ko'chat yetkazib berish bo'yicha quvaylar vodiyda birinchi o'rinda turar ekan. Shu rostmi? Bu Quvani sentri bo'ladi. Quvadan qanaqa mashhur insonlar chiqqan bilganlar kommentariyaga yozib ketamiz. Quvaliklar uchun Hoffman do'konida zo'r yangilik qilishibdi. Bu yerdagi barcha mahsulotlarni arzon narxga xarid qilishingiz mumkin. Mani bo'yim bilan Tenseventage xolodilnikini atigi 2.299.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. O'sha mashhur 12 talik AUX konditsionerini 3.999.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Qo'shimchasiga isitadigan tendlari ham bor ekan. 32 talik Lidl Smart televizorini 1.199.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Buni 43 taligisi ham 2.149.000 so'mdan ekan. Malyutka kir mashinalarini 589.000 so'mdan olsalaring bo'ladi. Mardon aka, bitta xohlagan narsangizni topsangiz bo'lar ekan. Narxlari ham haqiqatan arzon ekan. Uning narxi rostdan arzon ekan. Men bitta televizor oldim o'zimga. Xullas, do'konda ko'rib turgan barcha narsalarni arzon narxlarda xarid qilishlaring mumkin. Do'stlar, aksiya 10-apreldan boshlab amal qiladi. Shoshilamiz, muddati chegaralangan. Yana ham qiziqarli narxlarni kuzatib borish uchun Hoffman Premium Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'ying. Manzil Quva tumanining markazida Al-Farg'ona xiyobonidan o'tganda Omongrilli ro'parasidagi ko'chaning oxirida. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Bu videoni quvali do'stlaringizga yuborib qo'ying.